Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endeki mavzumunda. Nancy Pelosi mavzumunda çisla. 2022 yıl 7. ayının 23. günü. CNN Nancy Pelosi eğer Tayvan'ı ziyaret kılsa, Cungo qattiq choraga izdinishi mumkin deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayning 21. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bir nafar amerikalik amaldor mundaq ko'rsatdi. Avom palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilishdan burun Cungo taraf Tayvan havo tabaligida uchish cheklangan rayon qurib, bu qatimqi ziyoratni cheklashga urindigan bo'lsa, undaqda endi Tinch okean rayonining vaziyati texmi jiddiylashidir. Undan boshqa CNN xabarlarida 22 kuni munda xabar qilin. Bu amaldor yana mundaq dedi. Beijing balki aeroplan chiqarishi mumkin. Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayoniga tajovuz qilib kirishi mumkin. Tajovuz qilib kirishi mumkin. Tayvanning havo mudofaa farqlantirish. Bu balki Amerika Tayvanning inkas qaytarishni keltirib chiqardi. Çünkü aeroplan kirgisi bu qatamda Amerika bilan Tayvan birlikda inkas qaytardi. Qandaq inkas qaytarish to'g'risida bu amaldor bir nima demadi. Yaqin oylardan beri Cungo bir necha qatam aeroplan chiqarib Tayvanning havo tabaligini parakanda qildi. Yani şu bir necha oylardan beri Washington bilan Beijingning munosabati Tayvan masalasi tufayli jiddiy o'rlashga boshladi. Gerçi Nancy Pelosi haftanın 4. günü, yani 21. günü Tayvan'ı qo'llash intayin muhim deb ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin u yana mundaq dedi. Bexatarlikni asos qilganda har qanday bir planni muhokama qilgim yo'q. Nancy Pelosi xonimning gapi. Undan boshqa Nancy Pelosi yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Bidenning harbiy tarafning fikrini tilga olib, növbette Tayvan'ı ziyaret qilish to'g'ri bo'lmaydi deganligini angladim. Biroq Nancy Pelosi ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden bu to'g'rida menga hech narsa demadi.